Bitta tayidan. Qabil aka bitta tayidan ko'raylik-chi aka. Bo'yini olib ko'raveramiz. Men sizni bilganim uchun kelyapman aka. Akam bo'lasiz. Olib ochib, ko'rib nima qilaveradi, nima. Boriga barak. Temir yo'qmi-edi? Uch ketyapti endi. Qancha keling bormi? Qo'lta. Sal yaqinlashdik. Odamlar. Qabil aka nech pul bu? Qansiz Qabil aka? Mana shu ketyapman mana. Nech pul o'rta? Dangal qarindoshlar nihoyat yig'ilibsizlar. Ilohim rahmat. Tog'aji yani. Qarindosh shunchilida bo'ladi. 100 tasini ko'rdim, bu so'madi bari. Nech pul o'rta? Ha? Bu tarafimda qiladi. 90 ming beraman o'rta. Chibalatga ham o'z joyidan chibalat oladi. Kilosan bir xillar chiqib. O'rta to'ppa-to'g'ri 100 ming beraman. Bersang soldim. Qabil aka. O'sha narx qo'yapti aka. Qabil aka. Bo'ri. Birinchi pochcha yaxshiligiga o'rta beringlar bor keladi. Bitta ikkita xaridorimiz bor xolos. Boshidan nima qilib qo'ymaylik, sizlarga havola narx chiqadi aka. O'sha hamma bittadan so'zlab Sizlar chiqarasizlar narxni. Alo. Qabil aka. Keling aka. Ko'rib keldingizmi aka bozorda? Keyin o'tga kiring. Ha, zo'r aka. To'ppa-to'g'riga. Zo'r aka. Nachga. Ha, gaplashdim aka, bu tushunarli hammasi. Ko'rdingizmi? Bo'ldi akajon, bo'ldi. Uni gaplashdim. Men hozir bitta gilos savdo qilyapti turdim. O'rta xursandmisizlar? Foyda qilasizlarmi? Yo'q. O'shamiz. Beringlar foyda qilsalaring birinchi pochin aka. Deb og'irlik bilan bo'lmasin. Xudo xolasa sizlar gaplaring juda ko'p joyga mana shu foyda bo'ladi. Beringlar aka, kirgizay o'rta. Barakasini bersin. Nima deysizlar abi? Qabil aka 100 ming aka. Oldiga yuradi. Yurgisiz bo'laveradi. Akam bo'lasiz aka, birinchi pochinga aka. Beringlar akajon. Undan ortig'iga bozor qiynaladi aka. Karotka ham o'sha atrofda suvda bo'yapti. To'g'rimancha o'rta olsin. Bismillahirrohmanirrohim. Beringlar. 100 ming ham, to'g'risi 100 mingdan pulsan ham bor. Ha, Foyda men- qilishga mana deylar ham. O'rta foyda qoladi. Oson emas. Mana shu yerda sizlarga mana shu yerda foyda ziyonlar. Aql o'rgani. 100 ming so'm shikalatlar. Ochaymi aka bittasin? Bitta ko'raylik-chi yana. Baba 035 namasam bor, tashi bolanikini ham o'tlab agar tushib qolganda o'shani ham bundan nima qilib beradi. Bismillah. Nima deysizlar o'rta? Tanga qo'shin yurgizam. Sizlarni men Qabil aka, birinchisida men hozir mana siz meni ham eshitinglar. Aka meni ham do'st. Akmal yetsa, Ularga hamma uxlamay qolgan, uxlab qoladi. Shuhrat aka, sho'kan Qabil aka. Bering birinchi pochini aka, akam bo'ladi. Sizlarni gaplaring bilan Ko'p foyda qilamanmi? Qiynalaman. yo'q, qilasizlar aka. Bu nimasi yo'q uka. Necha murjabga bor ozgina shunday. Bersana aka, soldim aka. Bolalarni nima qilib qo'ymay birinchi resan aka. Xursandchilik bilan aka. Bering aka, xursandchilik bilan akajon. Biladigan bo'lsam men bilasan aka oldim. Bir ikki so'm nima bo'lsa da qilmayman. Bering aka, zo'r pul aka, 100 ming aka. Kirgizib beraman qilyapti yashilaygan. Nima deysan, uka sen ham deb sal motivatsiya ber. Zo'r. Sizlar 100 ming qiyasiz biz baribir. Sho'kajon, Mustahkam yo'q. dadamsan, assalomu alaykum. Rahmatim. Unda do'st xursandmisizlar? Be, savdogar bolalar, be. Keling aka. Ishlarni xalqi bermaydi. Qabil aka. Ya, aka, birinchisi Tushundim. o'rta. Men bilasan To'g'ri, 100 ming beraman. Bo'lsa beradi.
Beringlar qiynaganim. Ha bo'pti 105 dan aytaman. Va beringlar yo'lda. Ana o'zinikini ham qo'shib yubordi, bering endi. Bering. O'ziniki 5 bo'lganda yo'q. Prosta bozorda bunday qilib ochaylik deyapman, hammani chaqirib deyapman. Beringlar Habil aka, birinchi aka, ortiq Habil aka. Qimmat bo'lib qoladi, arzon chiqyapti yaxshilar. Beringlar aka, birinchisi men samolyotga chiqib yuboraman. O'rta xursandchilik bilan. Bering endi aka. Yaxshi bo'lasiz, to'dagar bolarsizlar. Nima qilay Habil aka? Jon bor kunga jicha to'g'ri. Nechi pul qildingiz Akmal aka? Keldimi? Havay. Pastdan. Temur. Temur. Yeter. Sizlar boshqa bitta xulosa qilib chiqqan bular kesitnami? Ko'rdim, nurada. Qachon shu bas? Yaxshi, yomon emas, shunga zo'r ko'rgan. 100 ming yaxshisi 110 ming so'm. Yo'q, foyda qilaman. Bunga qo'shasan. Nechi pul bu? Meni katta pul ketadi aka. 105 ming. Ozod pul berishmayapti. Qimmat pul aka, bering. Keyin bu gilos sodasini o'zingiz bilasiz. Bilaman, o'shancha men ham senga bir pasda sovib qoladi. Gazma yopishni bering. Yo'q, bunga joniga to'g'ri. To'g'ri tushunyapman. Endi boshqa variantimiz yo'qda qana tushunsa ham bering. Bozor ko'targanida ancha pul olib ketadi. 105 ming ham aka. Bering, bunga pulsani berish bor, xursandchilik bilan. Bir pasda yo'qolib qoladi xaridor aka. Ya'ni yo'q, shunaqa-yu, ya'ni ikkita mashina kelsa bilasiz, endi bu bozorda aka. Rizqda endi Temur bir bunaqada bo'lmaydi. Bering. Bizda oldin chiqqan savdogarsiz aka, bering. U tushuntirish keragi yo'q-ku sizga. Xursandchilik bilan mo'ljallayapsam yetmagan u aka. Joniga to'g'ri, chunki mo'ljalim balandroq. Endi mo'ljalga ham yetib qolarmiz. Biz bilan yetmaydi, endi bering xursandchilik bilan. Foydalansa buni olgan odam ham. Ya borib, otib kelasiz foyda qilsin. U foyda qilmasa. Bering xursandchilik bilan. Tadimida borib foyda qilsa biz ham xursand bo'lamiz. Xursandmisiz? Qiynalamiz, ortiq rostdan qiynalamiz. O'z bitta ikkita xaridor bor bozorda aka. 5 aka. Bering. Yo'q, Temur. Qo'sh. Bitta maslahat qila bo'lmasa sherik bilan qo'shadigan hech narsasi qolmadi buni aka. Bozorni o'tkazib qo'ymaylik. Nega ko'raylik bo'lmasa haqiqatdan ham to'g'ri gap. qo'yib beringlar. Bering, endi birinchi barakamiz qiraylik bu yil. Temur. 26 da birinchi barakam men qilganman deb beraverasiz. Bering. Soda bo'yapti, hali birorta baraka bo'lgan yo'q aka. 100 ming atrofida soda bo'yapti. O'zingiz ham ko'rib bilib aylanib keldingiz. Bering xursandchilik bilan. Bu yaxshi mana karobka mana aka bir rasxodingiz ham farqi bor. Bersiz bo'laveradi-da. Biz yoniga so'ramayapmiz, foydasiga so'rayapmiz, xudo xolasa. Bering yaxshi bo'lgan bo'lsa. Temur. Bering. Chasini xudo bersin aka. Ichaga to'ymaydi odamlar. Bering, shunga qo'shib barakasini bersin aka. Xursandmisiz? Temur yo'q, necha bor. Sipamiz bozorda aka. Ay, nasib Bering. Nasib. Baraka topaylikmi? Yo'q, Temur, necha bor. Chasini xudo bersin, meni agacha. Bo'lsa beraman. Ancha pul olib ketdi, 105 ming. Chepchanni bozorda o'tkazmaylik bering aka. Yaxshi yurdi. Bittada yurdi aka. Digar ezilmas 80-90 bo'ldi aka. Bitta so'raganda so'radi bering. Meni. Bittadan og'ir qilmay. Ya, og'ir emas. Chasini xudo bersin aka bering. Ya, beraman, u nima shu. Ishga endi hammasini qishchi to'plaganlaringiz birinchi reysda chiqarib yubormang, beravering. Sekin-sekin chiqadi. Sezon endi boshlandi aka. Bering, bilan hamma shu sezonda chiqarib yuboraman, chiqqan bozorga. Bering xursandchilik bilan. Baraka topaylik, bitta sherik aka, bitta maslahat qilinglar. Shu beraman, nima deyapsan sen? Qo'shadigan bo'lmadi-da aka, zakonniy pulda qo'shadigan bo'lsa qo'shib solamiz. Nima qilaylik? Yo'q, yo'q. Qo'shadigan emas. Baraka bo'lgan. Nima bo'ldi? Ha? Voy! Ke aka. Ke o'rta. Xursandmisizlar? O'shanga nasha, ey. Aka, Habil aka olib bersangiz bering aka. Necha yeri? Soxta Habil aka, soxta bering endi. Ya, mayli ekan. Yo, undaqa demay, akam bo'lgani uchun aytyapman men. Bu peshana emas, akam. Ey, dod qarang, aka, o'zi maqsad to'g'ri edi. Aka, men o'zim nimamda aytyapman, 5 ming sizga qo'shtirib aytyapman. Bering, ey,
Orta bugun aka, bering, orta ertaga xudo rosa xolasa ko'tarmaydi sizlar aka. bunga plus minus qilaman. Birinchi o'rindan qabaqa 105 ming. qilmaylik. Berashni biriga Birinchisidan bunday qilib turib rosa aqabaqa qilmaylik. bunday bo'lmaydi. Yo, o'shan keyingi safar sizlar yo'ldan yuraman. Bugun birinchi pochini davolaylik aka. Birinchi bilan bering aka, birinchi baraka bo'lsin bering o'g'il bilan. Soda. Mashina bitta o'g'il bolachilik kerak. Xursandmisiz? Xursandmisiz? Birinchi pochi. Ha, biloka. gapiring bo'lsa Keyin aka. beringlar birontasi. Ber o'g'il bola. Der. Bitta oldi birinchi pochingga qilich. Baraka. Yopinglar ketdi mana. Birinchi baraka 2026-yil birinchi baraka.